Toshkent shahar Bodomzor BT kadastri biqinida 5 qavatli domimizning 4-qavatida 3 xonali remont mebel texnikali uyimiz sotilyapti. Общий maydonimiz 68 kvadrat metr, uy egalari 80.900 so'rashyapti. Har doimdek kelishiladigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlari bisanada aloqaga chiqamiz. Endi birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Abi qarang, asosiy pod'ezd kirish eshigimizda bizda prixojka mebellarimiz mavjud. Mana o'ng tarafimizda bizda sanuzelimiz birlashgan holatda, chiroyli sifatli kafellar yaxshi holatda turibdi. Yon tarafimiz esa bizda birinchi spalnimiz bo'ladi. Spalni garnituri hamma narsa komplektovniy tayyor shu holatda qoladi. Videoda nima ko'rgan bo'lsangiz qoladi. Konditsionerlargacha o'rnatilgan. Keling, bu tarafga kiradigan bo'lsak, bizda zalimiz bo'ladi. Balkonimiz 2/6 zal bilan o'ralib ochilgan. Bu tarafga kiradigan bo'lsa, o'sha 3-xonamiz, bu ham yoki detskiy yoki spalni qilib foydalansangiz bo'ladi. Elektrika, santexnika hamma narsalari yangilangan. Tayyor olis kirib yashaysiz. Xo'p, keling, oshxona tarafga o'tamiz. Mana balkonimiz 2/6, bu yerda ham konditsioner bor, xolodilniklari bor. Bu tarafda esa ovqat tayyorlaydigan zona, kir mashina ham oshxonaga qo'yilgan. Shu birgalikda ko'rgan uyimiz lokatsiyasi zo'r 68 kvadrat tayyor kirib yashaydigan uyga boshlang'ich 80.900 kelishilinadi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.